Hammaga salom, qadrli YouTube foydalanuvchilari, meni obunachilarim. Demak, bugun 2-3 ta analizim bor, g'oyalarim bor. Analiz bilan 2 ta Eurosida bilan tillarda o'zim g'oyam analizimni berib o'taman va dushanba kuni xudo xolasa o'sha boshlanadi. Ma'lum bir 5-6-7 soatdan keyin ertaga xudo xolasa bu bo'yicha savdoga kiraman. Shuning uchun oldinroq video qilib analizimni berib YouTube'ga joylab qo'yaman. Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizda albatta bu g'oyalarimni hammasini iloji boricha shu YouTube videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz, opисаниясida, video opисаниясida va kommentariyasida biriktirib ketaman. Javobi chiqadi-ku, skrinshotini Telegramga tashlab, uni silkasini shu video tagida qoldiraman. Bemalol kirib, ko'rib, natijalarini bilib borishingiz mumkin do'stlar. Albatta juma kuni yaxshi foyda qilindi va uni Instagram va YouTube'ga joyladim. Uni ham ko'rishingiz mumkin. Har bitta analizlarni, g'oyalarini u stop bo'ladimi yo yutqiziladimi yo plus bo'ladimi, albatta shu video tagida opисаниясida kuzatib borishingiz mumkin do'stlar. House tillarda analizdim, g'oyamni aytib o'tsam, tillarda hech qanday bu yerda bir narsa ko'rmayapman hozir. Chunki bozor bitta chiqdi, hech qanday bu yerda kerakli zonalarni umuman olish qiyin. Ya'ni bir narsa g'oya analiz qilib, ya'ni o'sha FB'ga, MSS, cho'chilarga e'tibor berish kerak, order blokka e'tibor berish kerak. Narx sevib qildimi? Albatta narx sevib qilgan do'stlar, baytlikda olgan va narx ozgina pastga qarab harakatlangan. Hozir 4541 ga kelgan va men o'ylayapman, mana bu yerdagi narxlarni hammasini oladi. Mana bu yerdagi hamma narxlarni oladi-da, men iloji boricha mana bu yerda kerakli o'rin bor. Premium diskont zonani ursak, demak bu yerda 0.05 mana shu yerga kelyapti. Bu yerda FB'ga nima ham bor, balans degan. O'sha 0.5 lardan va 15 minutlik time frame ga o'tsak, 15 minutlik time frame ga o'tsak, bu yerda pastga tushgandan keyin mana shu yerlarda chiroyli bitta razvorot hosil bo'lsa, kerakli, masalan, order block, FBG, MSS bo'lib cho'shbo'y struktura o'zgarsa, shunga qarab bozordan bayga savdoga kirsa bo'ladi. Ya'ni mana shu 4480 narxlarga kelganda o'sha joylardan albatta bay olaman ertaga. Shu analizda kuzatib turibman hozirchalik. Mana shu g'oya hozirchalik, ertaga yana ko'ramiz, bozorga qarab harakatlanamiz do'stlar. Hech qachon shoshmaymiz, umuman xaloqlik kerak emas bu trading sohasiga. 2 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman, juda ehtiyot bo'lib, sabrli inson, sovuqqon inson bu bozorda o'z tirik qoladi, qolganlar minus qiladi do'stlar. Iloji boricha shularga e'tibor beringlar. Shoshilmaslik kerak. Bu yerdagi kechagi juma kuni savdosini hisobini olsak, albatta Telegramga ham tashlab qo'ygan edim. Mana bu yerda hozir hali ham turibdi selllarni tochkalari. Birinchi selldan ikkinchi akkauntimdan kirgan edim. BU, ya'ni bezubitga qildim. Bitta tushib, yana tepaga chiqib ketdi do'stlar. Bunda yaxshi, unchalik bitta mana bu yerda impuls bo'luvdi. Bezubitga yopildi. Hali savdo qilganim yo'q. Tepaga mana bu yerga kela olmay qoldi. Oxirgi 4605 gacha sell olganim yo'q do'stlar. Shuning uchun bozor hozir o'zgargan va mana shu narxlardan bayda qidiramiz. Ertaga bayga kirishga harakat qilaman do'stlar, iloji boricha. Men o'sha kuni 4505 kutdim. Mana bu yerda 4505, 506 narx kutdim. Kerakli zona bor edi bu yerda. Order bloklar o'sha bloklardan narx tepaga ketishi kerak edi. Kelmadi do'stlar. Keyin yana bitta swap qilib narx tepani yorib, bu yerda yangi kerakli zona narxni paydo qildi order blokdan va shu yerdan impuls bilan tepaga chiqib ketdi va o'sha yerda narxda men 4517 narxlardan tepaga savdoga kirdim va kerakli punktni oldim do'stlar. Uni Instagramga ham qo'ydim kecha. Mana tepa 4567, kirilgan 4517-51 narxga senaga kirilgan va tepani oldi do'stlar. 100% qoldi, $151 foyda bo'ldi. Buni Telegram akkauntiga ham bergan edim, Telegram kanalimga ham va videosini tashlaganman. Va bugungi analiz men hozircha 4505 narxga qaytsa bayga savdoga kiraman deb skrinshot tashlab qo'ydim mana. Kuzatib turgan bo'lsalaringiz, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar podpisatsiya va kommentariyalarga albatta fikrlaringizni qoldiringlar. Menga xursand bo'laman, motivatsiya bo'ladi. Iloji boricha har kunlik haftasiga 2 marta g'oyalarni berib boraman do'stlar. Keyingi nima g'oyam, yevro ustida hozirchalik chiroyli zona paydo bo'ldi, kerakli bloklarga keldi do'stlar va o'ylanmasdan hech bo'lmasa 40 mana bu yerda necha punkt bor. Demak, stopga 39-40 punkt, mana shu yerga 45 punktlar, 42 punktlarga qo'yib stopni albatta bu yerda biz ishlab olishimiz mumkin. 80-98 punkt, past 100 punkt va tepa fullga 136-126 punkt
ishlab olishimiz mumkin do'stlar euro ustidagi. Chunki bu yerda qarang, narx sevib qildi do'stlar. Kerakli narxlarni bu yerdagi pullar hammasi baysak likvidda oldi va tepaga tushib bitta atket qilyapti. Bu yerda order blok bor. MSS keyin bu yerdan mana bu bitta tushishi, mana bu yerga chiqishdan oldin, impulsdan oldin bitta ikkita svecha, qora svecha bo'lib turibdi. Shuni ham o'zini bemalol mana bunday qilib order blok olsa bo'ladi. Shuni 50% dan mana bu yerda 50% tutilsa 0.5 dan kirsa bo'ladi do'stlar. Bemalol bozor ochilsa dushanba kuni xudo xolasa 7-8 soatdan keyin bemalol bayga savdoga kiraman do'stlar bu yerdan. Keyin bu yerda ham FV ga bor va shu yerlardan bozor bayga qarab harakatlanishi kerak. Shuna ideya, g'oya, analiz shunday. Birinchi tepa bu yerda mana bu narx 1.17.22 narx. Bu yerda yevro ustida analiz tayyor уже, nasib bo'lsa kiraman ochilgandan bozor 1.16.49 shu narxlardan kiraman. Mana shu atroflarga bir tushib bersa, уже tushgan bo'lish kerak уже bozor ochilgan payti. Va shu paytda kirib kerakli mana bu yerdagi 1.17, 1.2 tepa va keyingi full tepa 1.850 gacha ushlab, ungacha BU ya'ni bezubitga qilib bozorni kuzatib tepani olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Yevro ustida bilan demak yevro ustidaga shunaqa g'oya, ya'ni analiz kuzatib boringlar do'stlar. Natijasini Telegram kanaliga ham, buni screenshotini Telegramga tashab qo'yaman. Albatta shu video tagida ham qoldiraman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Misol 10 kun 15 kundan keyin ko'radigan videoni odamlar ham bemalol tekshirib ko'rishi mumkin. G'oya qanchalik ishlagan yo ishlamaganligi haqida. Demak shu, hozirchalik tillada va yevro ustida shu, boshqa g'oya yo'q. Tillada hozirchalik kuzatamiz bozorda ertaga dushanba kuni. Agar shu narxlarda kerakli pоворот yoki model hosil bo'lsa, qonun qoidalari bo'yicha enterga ruxsat bersa, bemalol bayga kirishib yaxshi foyda qilib olishimiz mumkin. Ungacha sabr qilamiz, kuzatamiz do'stlar. Bugungi g'oyalar, ideyalar shular edi. Sog', omon bo'lasizlar.